Kamera olami, xohlasa o'zim do'konda o'zim obzor qilishga urindim. Mana bugun sizlar videoga like deb podpiskani bosib qo'yinglar, qaranglar. Kamerani o'ta ham turi ko'pda. Hozir bizga ko'pchilik so'rayapti turgan, qaranglar. Do'konimda barday holatligini, hammada shunaqa bo'lsa kerak. Wi-Fi li kameralardan so'rayapti. Narxi o'ta ham arzon chiqadi bular. Sim kartaga ham Wi-Fi ga ham ishlaydi. Narxi 500 ming, tepasida o'rnalar, past 360. Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi ga ulab qo'yiladi, Wi-Fi yo'qsa ichiga sim kart solinadi. Bularimiz bor, Wi-Fi da o'ziga ishlaydi. Endi quyosh panelligidan so'raydiganlar bor. Quyosh panelligi bor. Ikkita ko'zli bu ham. Narxi 800 ming so'm, tepasida o'rnasa, past 360 gradus aylanib oladi. Endi Wi-Fi yo'q, sim kartani o'ziga deydiganlarga bular sim kartaga Wi-Fi ga ham ishlayveradi. 3 ta ko'zligi bor. Narxi 600 ming. Do'kon keysizlar tayyor ustunovga holat ishlatib beraman. Wi-Fi ulanmaydi. Sim karta fleshkalarni olib kelsanglar ishlayveradi. Mana bular bor. Uchala ko'zi ham 360 gradus aylanib olaveradi. Telefondan boshqarsanglar boshqarilaveradi. Ovoz yozadi, telefondan gapirsanglar uyingizdagilar bemalol eshitaveradi. Keyin musofirdagilarga zo'r variant mana shu ikkita ko'zlikni mana o'zim jaydari kamera deyman har safar. Tepasida o'rnoqlar past 360 gradus aylanib oladi. Ip uzib qo'yamiz, qaranglar, ikkita shog'i bo'ladi. Keyin mana bittalardan oldin sotilgan bulardan kelmay qo'ydi. Shu kameralar zo'r. Ovoz ham yozadi, telefondan gapirsizda eshitadi, uchala ko'zi ham aylanadi. 360 gradus aylanib olaveradi. Bular onlayn kamera. Endi do'konga, ishxonaga qo'yaman deydiganlarga mana shu Hikvision brenddan kameralarimiz bor. Narxi buni 4 megapikselligi 550 ming so'm, 500 ming so'm. Bular bor 1 million 400 ming. Endi bular apparatlari bilan ishlaydi, miyalari bilan. Bular общий, nima desam bo'ladi? Manaqa miyasi bo'ladi, enveri. Enverlari bilan ishlaganda 2 dona kamerasi o'rtacha hisobda 2,5 million 3 million atrofida to'g'ri keladi. 2lilar 2,5 million atrofida to'g'ri keladi. Endi mana bularimiz bor. Xitoylik o'ziniki, bular ham zo'r. Sifatli 2,5 millionga 2 dona kamera ustunovkalari bilan qilib beryapti shu kameralarni. Korpus kattaroq deganlarga mana bu kameralar bor. Bu ham 2,5 millionga to'xtaydi. Projektori bor, ovoz yozadi, bular ham xuddi shunaqa. Endi xo'p, kimdir Wi-Fi li kamera deydi. Manaqa Wi-Fi li kameralarimiz bor. Xonani o'ziga, ofisga qo'yib qo'ygani, narxi 500 ming so'm bu kameralarda. Xo'p, endi mana do'konimiz bitta ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar like, podpiskani bosib, kanalga yana boshqatdan video qo'yishni boshladik. Iloji boricha podpishka qilib beringlar.